UBC gruppasi navbatdagi obyektini tugatib berdi bugun. Bu obyektimizga qaymoq rang gilansli 0,4 qalinlikda tunika, mag'zga tilla nejaykadan rover qilingan chetlariga ko'rib baho berasizlar. Bu obyektimizga 530 kvadrat tunika ketgan. 1 kvadrati 180 ming so'mdan hamma yog'i ichiga bitkazib berganmiz. Faqat led simlar alohida hisoblanadi. Bu videolarimizga aytib o'rdilyapti. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ushbu vaqtda jamoasiga murojaat qilasizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishga davom etinglar.